Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan birgalikda har birimizning kundalik hayotimizga bevosita ta'sir qiladigan moliyaviy ahvolimizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan juda muhim hayotiy savobga javob beramiz. Sizning ekraningizda ko'rib turgan sarlavha hech ham mubolag'a emas. Ilmaydan boshlab hammamizni kutayotgan katta o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu sizning oilaviy budjetingizga qanday ta'sir qilishini, aynan kimlar bu o'zgarishlardan eng ko'p foyda ko'rishini, qanday qilib bu qo'shimcha to'lovlarni olish mumkinligini bilib olishingiz shart. Bu ma'lumot har biringiz uchun, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lganlar, kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz onalar, ko'p bolali oilalar va nogironligi bor shaxslar uchun nihoyatda dolzarb. Shuning uchun men sizdan bir iltimos qilaman. Darhol kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning pulingiz, farovonligingiz haqida gap ketyapti va bu ma'lumotni o'tkazib yuborish haqiqiy beparvolik bo'ladi. Ko'pchiligimiz kunlik daromadimiz, oilamizning ta'minoti haqida doimiy ravishda qayg'uramiz. Ayniqsa bugungi kunda dunyo bo'ylab kuzatilayotgan iqtisodiy o'zgarishlar, ba'zi mahsulotlarning narxi oshib borayotgan inflyatsiya sharoitida har bir qo'shimcha so'm biz uchun, oilamiz uchun katta ahamiyatga ega. Davlatimiz mana shu ehtiyojlarni, aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlash muhimligini inobatga olgan holda yanada samaraliroq ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturini e'lon qildi. Bu dastur menimcha ko'pchilikning hayotida ijobiy burilish yasaydi. Endi esa batafsilroq gaplashamiz. Endi esa muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boramiz. Avvalgi tizim qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Bu savolga javob berish juda muhim. Chunki yangiliklarning ahamiyatini tushunish uchun oldingi holatni bilishimiz kerak. Oldingi tizimda ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va moddiy yordam ko'pincha umumiy xarakterga ega edi. Ba'zi oilalar haqiqatda muhtoj bo'lsa-da, byurokratik jarayonlar tufayli yetarli yordamga ega bo'lmasdi. Boshqalar esa, garchi ularning daromadi nisbatan yuqori bo'lsa ham, ba'zi imtiyozlardan foydalanishga muvaffaq bo'lardi. Ya'ni ijtimoiy yordamni aniq maqsadga yo'naltirishda ba'zi kamchiliklar mavjud edi. Aplikatsiya jarayonlari murakkab edi. Turli idoralardan ko'plab hujjatlar yig'ish ko'p vaqt talab qilardi. Bu esa o'z navbatida fuqarolarning vaqtini va asabini behuda sarflardi. Eng muhimi, ba'zi to'lov miqdorlari har doim ham hayotiy ehtiyojlarni, ayniqsa ko'p bolali yoki nogironligi bor fuqarolarning ehtiyojlarini to'liq qoplamasdi. Odamlar ko'pincha olgan nafaqam hech narsaga yetmaydi degan shikoyatlar bilan murojaat qilishardi. Bu tizimda yordam berish g'oyasi mavjud edi, lekin uni amalga oshirish mexanizmi har doim ham to'liq samarali emasdi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumatimiz 2024 yil iyuldan boshlab amal qiluvchi yangi, yanada adolatli va samarali ijtimoiy himoya mexanizmini joriy etishga qaror qildi. Bu qarorning asosiy maqsadi ijtimoiy yordamni asosiy yo'naltirishdir. Ya'ni haqiqatda yordamga muhtoj bo'lgan oilalarga va shaxslarga sezilarli darajada ko'proq moliyaviy ko'mak berishdir. Bu shunchaki bir martalik qo'shimcha to'lov emas, balki ijtimoiy adolatni ta'minlashga, aholining eng zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng qamrovli islohotdir. Yangi tizimda har bir oilaning, har bir fuqaroning real ehtiyojlari, daromadlari va oilaviy ahvoli chuqur tahlil qilinadi. Bu tahlil asosida yordam miqdori belgilashda shaxsiy yondashuv qo'llaniladi. Yangi tizimning asosiy o'zgarishlari quyidagilardan iborat. Birinchidan, to'lov miqdorlari sezilarli darajada oshiriladi, ayniqsa aholining eng kam ta'minlangan qatlamlari uchun. Ikkinchidan, aplikatsiya jarayonlari soddalashtiriladi. Raqamli texnologiyalar keng joriy etiladi. Bu esa byurokratik to'siqlarni kamaytiradi. Uchinchidan, ijtimoiy yordamni belgilashda yanada aniqroq mezonlar qo'llaniladi. Bu haqiqiy muhtojlarni aniqlashga yordam beradi. Ya'ni endi shunchaki kam ta'minlangan degan umumiy ibora emas, balki oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan real daromad, mol-mulkning mavjudligi va boshqa omillar inobatga olinadi. Bu yordamning eng maqsadli va samarali bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. Endi esa asosiy qismga o'tamiz. Kim ko'proq pul oladi va nimalarni bilishimiz kerak? Bu savol barchani qiziqtiradi. Yangi tizimga ko'ra ijtimoiy to'lovlar, moddiy yordam va nafaqalar miqdorini aniqlashda bir nechta asosiy mezonlar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Men ularni sizga batafsil tushuntirib beraman. Birinchi va eng muhim mezon bu oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad. Avvallari ham bu tushuncha bor edi. Lekin endi uning hisob-kitobi yanada aniqlashtirilgan va
hukumat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajatlari me'yorlari bilan bevosita bog'lanadi. Agar sizning oilangizning umumiy oylik daromadi oila a'zolari soniga bo'linganda har bir kishiga to'g'ri keladigan miqdor ushbu minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, sizning yordam olish ehtimolingiz sezilarli darajada oshadi va sizga beriladigan to'lov miqdori ham yuqori bo'ladi. Daromadga ish haqi, pensiya, nafaqa, tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar va boshqa barcha rasmiy pul tushumlari kiradi. Ikkinchi muhim mezon bu oiladagi boqmondalar soni. Ya'ni voyaga yetmagan farzandlar, nogironligi bor oila a'zolari, o'qishda bo'lgan talabalar, ular 22 yoshgacha hisobga olinadi. Qancha ko'p boqmonda bo'lsa, davlat yordamining miqdori ham shuncha yuqori bo'ladi. Chunki davlat ularning ta'minotiga ko'proq mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan bo'ladi. Uchinchi mezon bu alohida ehtiyojli toifalar. Bularga yolg'iz onalar yoki otalar, nogironligi bor shaxslar, ayniqsa birinchi va ikkinchi guruh nogironlari, nogiron bolasi bor oilalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar, shuningdek boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar kiradi. Bu toifadagi fuqarolarga qo'shimcha imtiyozlar va yuqoriroq to'lovlar taqdim etiladi. Endi esa sizga tushunarli bo'lishi uchun bir nechta aniq real hayotiy misollar keltiraman. Birinchi misol. Yolg'iz ona va uning 2 farzandi. Faraz qilaylik, 30 yoshli Gulnora 2 farzandini 5 yoshli qizcha va 3 yoshli o'g'ilcha yolg'iz katta qiladi. U kichik korxonada farrosh bo'lib ishlaydi va uning oylik daromadi bor yo'g'i 1.200.000 so'm. Minimal iste'mol xarajatlari me'yori aytaylik har bir kishi uchun 5.000 so'm deb belgilangan bo'lsin. Gulnoraning oilasida 3 kishi bor. Demak, ularning bir kishiga to'g'ri keladigan daromadi 1.200.000 300.000 so'm. Bu minimal me'yordan 5.000 so'm past. Oldingi tizimda Gulnora ehtimol 200-300.000 so'm atrofida bolalar nafaqasi olgan bo'lar edi. Bu uning oilaviy budjetiga katta ta'sir qilmasdi. Yangi dasturga ko'ra esa Gulnora oilasining har bir a'zosi uchun belgilangan miqdordan past bo'lganligi sababli unga bolalar nafaqasidan tashqari moddiy yordam turida ham sezilarli darajada qo'shimcha to'lov belgilanadi. Masalan, umumiy yordam miqdori 200.000 so'mdan 1.200.000 so'mgacha oshishi mumkin. Bu uning farzandlariga kiyim-kechak, sifatli oziq-ovqat olishda, ularni bog'chaga joylashtirishda va hatto sog'ligini yaxshilashda katta yordam beradi. Bu Gulnoraning oilaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi. Uning farzandlari kelajagiga sarmoya kiritish imkonini beradi. Ikkinchi misol, ko'p bolali ishchi oilasi. Kelingar 5 yoshli Akmal va uning rafiqasi Madina hamda ularning 5 nafar farzandi. Eng kattasi 16 yoshda, eng kichigi 2 yoshda bor bo'lgan oilani ko'rib chiqaylik. Akmal qurilishda oddiy ishchi bo'lib ishlaydi va uning oylik daromadi 3 million so'm atrofida. Madina esa uy bekasi. Oilada jami 7 kishi bor. Ularning bir kishiga to'g'ri keladigan daromadi 30.000. 7 taxminan 7.000 so'm. Bu ham yuqorida aytilgan minimal iste'mol xarajatlari me'yoridan 500.000 so'm past. Oldinlari bu oila faqat bolalar nafaqasi olgan bo'lishi mumkin edi. Bu esa 5 ta bolani boqish uchun yetarli emasdi. Yangi tizimda esa Akmalning oilasi har bir bola uchun sezilarli qo'shimcha to'lov olishlari mumkin. Chunki ularning jon boshiga daromadi juda past. Bunday oilaga 2.5 so'mdan 2 million so'mgacha bo'lgan qo'shimcha yordam ajratilishi mumkin. Bu ularning farzandlarini maktabga tayyorlashda o'quv guruhlari, kiyim-kechak, ularga qo'shimcha ta'lim berish, masalan, to'garaklarga qatnashish, hatto oylik oziq-ovqat xarajatlarini qoplashda juda katta yordam beradi. Bu orqali bolalarning ta'lim olish imkoniyatlari kengayadi. Ularning sog'lom ulg'ayishi uchun sharoitlar yaxshilanadi. Uchinchi misol, nogironligi bor, yolg'iz yashaydigan shaxs. Faraz qilaylik, 6 yoshli Nodira opa yolg'iz yashaydi va ikkinchi guruh nogironligi ega. Uning oylik pensiyasi masalan 900.000 so'm. Bu uning minimal ehtiyojlarini, ya'ni oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal to'lovlarni zo'rg'a qoplagan bo'lishi mumkin. Yangi dastur orqali uning nafaqasi yoki pensiyasiga qo'shimcha ravishda sezilarli darajada moddiy yordam ajratiladi. Chunki u nafaqat yolg'iz yashaydi, balki nogironligi ham bor. Unga oyiga 4.000 so'mdan 7.000 so'mgacha qo'shimcha yordam berilishi mumkin. Bu unga sifatli dori-darmon sotib olish, o'ziga qulayroq yashash sharoitini yaratish, ba'zan yordamchi xizmatlardan foydalanish imkoni beradi.
Bu Nodira opaning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Uning keksaligi va nogironligi tufayli yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengillashtiradi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi tizim haqiqatan ham eng muhtoj bo'lgan shaxslar va oilalarga maksimal darajada yordam berishga qaratilgan. Bu shunchaki so'zlar emas, balki aniq hisob-kitoblar asosida amalga oshiriladigan real mexanizmdir. Endi esa masalaning ikkinchi muhim qismiga o'tamiz. Istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar, kutilmagan to'siqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik nuanslar. Chunki har qanday yangi tizimda ham o'ziga xos murakkabliklar bo'ladi va ularni bilish sizni ortiqcha ovoragarchiliklardan saqlaydi. Birinchidan, daromadni hisoblashdagi nozikliklar. Sizning rasmiy ish haqingizdan tashqari boshqa qanday daromad manbalari hisobga olinadi? Bu savol juda muhim. Masalan, dehqonchilikdan olingan daromad, chorvachilikdan olingan mahsulotlarning pul ekvivalenti, kvartira ijarasidan olingan pul, hatto yaqin qarindoshlar tomonidan muntazam ravishda beriladigan moddiy yordam ham ba'zi hollarda daromad sifatida baholanishi mumkin. Ammo ba'zi turdagi pul o'tkazmalari, masalan, bir martalik xayriyalar, do'stona yordam yoki davlat tomonidan beriladigan maxsus mukofotlar daromad hisoblanmaydi. Muammo shundaki, tizim ba'zan barcha bank operatsiyalarini avtomatik ravishda daromad deb hisoblashi mumkin. Shuning uchun agar sizning kartangizga do'stingiz pul o'tkazgan bo'lsa, bu haqda tushuntirish xatini yoki uning daromad emasligini tasdiqlovchi boshqa hujjatni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Mavsumiy ishlarda band bo'lgan fuqarolar uchun daromadni hisoblashda o'rtacha yillik daromad olinishi mumkin. Bu esa ularning haqiqiy ahvolini aks ettirishga yordam beradi. Ikkinchidan, yashirin aktivlar va mol-mulk. Davlat bu dasturning haqqoniy bo'lishini istaydi. Shuning uchun yordam faqat haqiqiy muhtojlarga beriladi. Bu degani, agar sizning rasmiy daromadingiz past bo'lsa-da, katta qiymatdagi mol-mulkka, masalan, ikkinchi uy, qimmat mashina, yer uchastkasi yoki yirik bank depozitlari egalik qilsangiz, sizga yordam berilmasligi mumkin. Hukumat organlari sizning mol-mulkingizni tekshirishi va sizning haqiqiy moliyaviy ahvolingizni baholashi mumkin. Misol uchun, so'nggi paytlarda katta qiymatga ega bo'lgan avtomobil yoki ko'chmas mulk sotib olgan, lekin rasman daromadi past ko'rsatilgan shaxslar diqqat markazida bo'ladi. Ba'zi hollarda, agar mol-mulk sotib olinganiga ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa va uning qiymati oilaning daromadiga nisbatan juda yuqori bo'lsa, bu yordam rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu shunchaki tizimni suiiste'mol qilishning oldini olishga qaratilgan choralardir. Uchinchidan, ariza topshirish muddati va ko'rib chiqish jarayoni. Garchi to'lovlar 20 oydan boshlanishi e'lon qilingan bo'lsa-da, bu siz 20 oy kuni darhol to'lov olasiz degani emas. Ariza topshirish jarayoni va hujjatlarni ko'rib chiqish ma'lum vaqt talab qiladi. Odatda bu jarayon 15-30 ish kunini olishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha tezroq ariza topshirishni maslahat beraman. Agar siz ariza topshirishni kechiktirsangiz, to'lovlar ham kech boshlanadi. Tizimning ishga tushishi bilan dastlabki kunlarda katta navbatlar paydo bo'lishi mumkin. Bu esa jarayonni yanada cho'zishi ehtimoli bor. 4-dan, apellyatsiya jarayoni. Agar sizning arizangiz rad etilsa-chi, bu sodir bo'lishi mumkin. Bunday hollarda rad etish sabablari sizga yozma ravishda tushuntiriladi. Siz bu qaror ustidan shikoyat qilish huquqiga egasiz. Shikoyatni yugurib turuvchi organga yoki ma'muriy sudga topshirish mumkin. Ammo shuni yodda tutingki, apellyatsiya uchun asosli sabablar va qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar talab etiladi. Masalan, agar sizning daromadingiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa yoki sizning oilaviy ahvolingiz noto'g'ri baholangan bo'lsa, buni isbotlaydigan hujjatlarni taqdim etishingiz kerak. 5-dan, oilaviy ahvolning o'zgarishi. Hayot o'zgaruvchan. Agar sizning oilaviy ahvolingiz o'zgarsa, masalan, oila a'zosi turmush qurib alohida yashashga o'tsa, yangi farzand tug'ilsa yoki oila a'zolaridan biri vafot etsa, bu sizning ijtimoiy yordam olish huquqingizga va to'lov miqdoriga ta'sir qiladi. Bunday o'zgarishlar haqida tegishli organlarni darhol xabardor qilish zarur. Aks holda siz noto'g'ri to'lovlar olganingiz uchun javobgarlikka tortilishingiz yoki ortiqcha olingan mablag'larni qaytarishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Har bir o'zgarish ijtimoiy yordam miqdorini qayta hisoblashga olib keladi. 6-dan, hujjatlarni rasmiylashtirishdagi xatolar. Ko'pincha odamlar ariza to'ldirishda yoki hujjatlarni yig'ishda kichik xatolarga yo'l qo'yishadi. Masalan, bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi nusxasi noto'g'ri tasdiqlangan bo'lishi mumkin.
yoki bank hisob raqamingizni noto'g'ri yozib qo'yishingiz mumkin. Bunday kichik xatolar ham arizaning rad etilishiga yoki ko'rib chiqish muddatining uzayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlarni diqqat bilan tekshirish va ularning to'g'ri rasmiylashtirilganiga ishonch hosil qilish juda muhim. Yodingizda tuting. Ushbu dastur har kimga pul berishni emas, balki eng muhtojlarga samarali yordam berishni ko'zlaydi. Shuning uchun daromadi yetarli bo'lgan oilalar yoki yashirin daromad manbalariga ega bo'lgan shaxslar bu dasturdan foydalana olmaydi. Davlat organlari buning monitoringini kuchaytiradi va mablag'larning maqsadli sarflanishini qat'iy nazorat qiladi. Endi esa eng muhim qism sizning harakatlar rejasi, ya'ni amaliy maslahatlar. Bu qo'shimcha to'lovlarni olish uchun nima qilishingiz kerak, qayerga borishingiz, qanday hujjatlarni yig'ishingiz va qanday yozishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni diqqat bilan tinglang va yozib oling. Birinchi qadam: o'zingizning va oilangizning moliyaviy ahvolini baholang va huquqingizni aniqlang. Birinchi navbatda siz o'zingizning va oilangizning umumiy oylik daromadlarini, shuningdek oila a'zolari sonini aniq hisoblab chiqing. Oilaviy daromadga ish haqi, pensiya, nafaqa, tadbirkorlikdan olingan sof foyda va boshqa har qanday pul tushumlari kiradi. Keyin bu umumiy summani oila a'zolari soniga bo'ling. Natijada hukumat tomonidan e'lon qilingan minimal iste'mol xarajatlari bu har yil yangilanadi. Shuning uchun Davlat statistikasi qo'mitasining rasmiy saytidan yoki davlat xizmatlari markazlaridan aniqlashingiz mumkin me'yorlari bilan solishtiring. Agar sizning jon boshiga to'g'ri keladigan daromadingiz ushbu me'yordan past bo'lsa, siz ijtimoiy yordamga haqlisiz va keyingi qadamlarga o'tishingiz mumkin. Bu hisob kitobni aniq bajarish keyingi jarayonlarda sizga va davlat xizmatlari mutaxassislariga vaqtni tejashga yordam beradi. Har bir so'mni hisobga olishga harakat qiling. Chunki kichik farq ham natijaga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi qadam kerakli hujjatlarni to'plash. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Hujjatlar ro'yxati quyidagicha bo'ladi, lekin uning to'liq ro'yxati siz murojaat qiladigan davlat xizmatlari markazida ham mavjud bo'ladi. 1. Shaxsiylikni tasdiqlovchi hujjatlar. Sizning va oilangizning barcha voyaga yetgan a'zolarining pasportlari yoki ID kartalari nusxalari. 2. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar. Oilangizdagi barcha voyaga yetmagan farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari nusxalari. 3. Nikoh guvohnomasi. Agar turmush qurgan bo'lsangiz, nikoh guvohnomasi nusxasi. Agar ajrashgan bo'lsangiz, ajrim to'g'risidagi guvohnoma. Yolg'iz ona bo'lsangiz, farzandning tug'ilganlik va ma'lumotlari yoki sud qarori. 4. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Ish joyingizdan ish haqining so'nggi 13 oylik ma'lumoti bilan. Agar bir nechta ish joyida ishlagan bo'lsangiz, har biridan ma'lumotnoma. Soliq idorasidan, agar siz tadbirkor bo'lsangiz yoki o'z-o'zini band qilgan bo'lsangiz. Daromad deklaratsiyasi. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlikka ko'maklashish markazidan ishsiz deb ro'yxatga olinganligingiz va nafaqa olmaganingiz haqida ma'lumotnoma. Pensiya yoki nafaqa olsangiz, pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma. 5. Bank hisob raqami tafsilotlari. Sizning nomingizga ochilgan bank kartasi raqami va bank rekvizitlari. To'lovlar bevosita shu kartangizga o'tkaziladi. 6. Nogironlik to'g'risidagi guvohnoma. Agar oilangizda nogironligi bor shaxslar bo'lsa, ularning nogironlik to'g'risidagi guvohnomalari nusxalari. 7. Mol-mulk to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ba'zi hollarda uy-joy kadastri yoki boshqa mol-mulkka egalik hujjatlari ham talab qilinishi mumkin. Bu sizning qo'shimcha mulkingiz yo'qligini tasdiqlash uchun kerak bo'ladi. Barcha hujjatlarning aslini va nusxalarini tayyorlang. Nusxalar notarial tasdiqlangan bo'lishi shart emas. Lekin ba'zan davlat xizmatlari markazida asli bilan solishtirib ko'rishlari mumkin. 3-qadam arizani topshirish. Murojaat qilish uchun bir necha yo'l bor. Siz o'zingizga eng qulayini tanlashingiz mumkin. 1. Onlayn, eng qulay va tezkor usul. Bu O'zbekiston Respublikasi hukumatining yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. MyPinda orqali onlayn ariza topshirish. Bu yerda siz barcha kerakli ma'lumotlarni kiritib, hujjatlarni elektron tarzda ilova qilishingiz mumkin. Saytda har bir qadam batafsil tushuntirilgan. Onlayn ariza topshirishda elektron imzo talab qilinishi mumkin. Agar sizda u bo'lmasa, uni ham davlat xizmatlari markazidan olishingiz mumkin. 2 davlat xizmatlari markazlari DXM. Agar sizga yordam kerak bo'lsa yoki onlayn tizimdan foydalanishda qiyinchiliklar bo'lsa, yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin.
u yerda mutaxassislar sizga ariza to'ldirishda va hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishda yordam berishadi. Bu usul ko'proq shaxsiy yordamni afzal ko'radiganlar uchun qulay. 30. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari ba'zi hollarda, ayniqsa keksalar va nogironligi bor fuqarolar uchun yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'inlari qo'shidagi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari orqali ham ariza topshirish mumkin. Ular sizga jarayonni tushuntirish va ba'zi hujjatlarni yig'ishda yordam berishi mumkin. Ariza to'ldirishda har bir mayda detalga e'tibor bering. Noto'g'ri ma'lumotlar berish hatto bexosdan bo'lsa ham arizaning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. 4-qadam arizaning holatini kuzatib borish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uning holatini muntazam ravishda tekshirib turing. Onlayn portalda bu imkoniyat mavjud. Siz o'zingizning shaxsiy kabinetingiz orqali arizaning qaysi bosqichda ekanligini ko'rishingiz mumkin. Agar ma'lum bir muddat ichida, masalan 30 kun ichida javob kelmasa, yana Davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling yoki DXMNning kol markazlariga qo'ng'iroq qiling. Ba'zan hujjatlarda kichik kamchiliklar bo'lishi mumkin, ular tezda bartaraf etilsa. Jarayon tezlashadi va sizning arizangiz ijobiy hal bo'ladi. Har doim muloqotda bo'lishdan qo'rqmang va o'z haqlaringizni himoya qilishga intiling. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, 20 oydan boshlab kuchga kiradigan ushbu yangi ijtimoiy to'lov tizimi avvalo eng muhtoj oilalar va shaxslar uchun katta yordam bo'ladi. Ular ilgari olgandan ko'ra sezilarli darajada ko'proq mablag' olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu davlatimizning aholini ijtimoiy himoya qilish borasidagi jiddiy e'tiborini, har bir fuqaroning farovonligini oshirishga bo'lgan intilishini ko'rsatadi. Bu o'zgarishlar minglab oilalarning hayotini yaxshilaydi. Ularga kelajakka umid bilan qarash imkoniyatini beradi. Umid qilamanki, ushbu video sizga foydali bo'ldi va siz barcha kerakli ma'lumotlarni oldingiz. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Iltimos, bu yangilik haqida qanday fikrdasiz? Sizning oilangiz bunga qanday munosabatda bo'ladi? Siz qaysi toifaga kirasiz va qanday yordam olishni kutmoqdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Sizning savollaringizga javob berishga harakat qilamiz va keyingi videolarimizda ularni yoritib boramiz. Bu videoni yaqinlaringiz bilan, do'stlaringiz bilan, Telegram guruhlaringizda baham ko'ring. Chunki kim biladi? Balki bu ma'lumot ularga ham juda zarurdir. Balki ular ham bu yangiliklardan xabardor emasdir. Ayniqsa yolg'iz yashovchi keksa qo'shnilaringizga, nogironligi bor qarindoshlaringizga bu haqda aytib bering. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Toki kelajakdagi muhim yangiliklarni, davlatimizda bo'ladigan barcha ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarni o'tkazib yubormang. Biz siz uchun doim eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha.